o'g'li kelin. Mana shu qo'lingizga tarvuz nechi pul? Sizga 30 mingga berib yuboraman. Mana 30 ming. Mana aka osh. Rahmat. Bunga to'laysizlarmi? Ko'rinayapti, qo'yib qo'y joyiga. Voy, ko'rinib qoldim adasi. Hozir qo'yib qo'yaman, shoshilmanda. Qo'ying ham ancha chiqib qopti o'g'lidan. Kelin, xuddi zakaz qildim. Ishing tegiga kelibdi. Shunday oling. Ha bo'ladi adajon. Qornim ochib ketdi o'zi. Adajon yo'qmi ishtaha? Rahmat. Saskasi qani buni? Ha, saskani qayerdan olding? Adajonni o'rtaga olib qo'yibman. Menga qara, qachon o'g'ri bo'lib qolgansan sen o'zi? Odam o'g'ri bo'lib qolmaydi, o'g'ri bo'lib tug'iladi. Hey bola, kel qo'lingdagi shokoladni ochib beraman. Ochib bering. Shokoladingni tezroq ye, erib ketadi. Xo'p, bunisidan bo'lsa o'yinchoq chiqadi. Chop qo'y endi. Men qarang, shokoladning ichidan zonasi chiqdi. Qayerdan olding buni? Buni ichida o'yinchog'i yo'q-ku. Ana bolada olib qo'yibman. Yaxma. So'rakalik. Ukam, men o'yinchoqni olib ketay. Keladi. Tinchlikmi, mahallada baqa chaqirib o'tdi. Ha, qo'shnimiz $200 dakani yo'qolib qolibdi. Parvo qilmay ovqatdan olyapti. Dakan? O'la agar men o'g'irlamadim. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom xotin, mana kun bo'yi kira qilib 200 ming so'm topibman, olib qo'y pulni. Voy, adasi, atigina 200 ming so'm bunga nima beradi? Men arzimaga bilasanmi shu pulni topish uchun men ko'chada qanaqa asabda nervni bo'lib yurishimmi? Yo'q, bilmayman, qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana bugun ertalab birinchi klient oldiga borganimda mana kunim mana shunaqa janjal to'polon bilan o'tdi. Ha, ja qiynalibsiz. Bo'pti, baroqatsiz qora olishib ketdi. Ovqat qilmadim bugun. Nima yeymiz hozir bo'lmasa? Mana 200 ming pulimiz bor-ku. Pizza zakaz qilib beraman. Pizza? Valla $10,000 pulim bor. Qanaqa mashina olayin deb ikkilanib qolman. Mana Gent Rover katta bolalar mashinasi bor, Luki bor, Abezi bor. Eng zo'r mashina Gentra bo'ladi. Nima qilasan Gentrani 17 ta benzin yeydi. Mana Cobalt Braziliyada chiqqan. Hadovoylari ko'pdi. Baland mashina. Bu mashina tunukadan yasalgan. Yomg'ir yog'sa taq 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 qiladi. Buni bor, sirena abagreiflari bor. Eng zo'ri Gentra. Va nima qilasan Gentrani Cobaltga uzoq yo'lga ham zo'r ketadi bu jigar. Muzoqda aka. Hop. Hozir bola shuna qizim kelib qoldi. Shunda maslahatlashib oling. Menga qara, $10,000 pulim bor. Qanaqa mashina olayki, maslahat ber. Bola, mashina oldim. Toshda Gentra olgansiz. Yo'q. Yo'q, Cobalt aka. Ikkalasini ham olganim yo'q. 7 mingga Spark bosib yubordim. Chaqmoqda yur ekan. Hadovoyi zo'r. Tormoz bo'yicha bunga yetadigan yo'q ekan. Qolgan 3 mingni nima qilding? Qolgan 3 ming degami? Mashinalarni opa-dodasi bo'lgan legendarniy qizimga Matiz oldim. Oltin olma, Matiz ol. Matiz oltin emasmi? Assalomu alaykum, adasi, yaxshi keldingizmi? Bele, sendan piyoz hidi kelyapti, yog' hidi kelyapti. Urib tashlabdi-ku. Sen o'zing uxut qilib qarashni bilgan eri ishdan kelyapti-ku. Adasi, men ham o'zimga qarashim uchun uxut qilish uchun pul kerak, mablag' kerak. Senga qancha pul bersam ham o'zgarmaysan baribir. Shunaqami? Mashinangiz kirligini ko'ryapsizmi? Hop, nima qilibdi? Shunga ham hozir biz xarajat qilamiz, mehr beramiz, ana o'shanda ko'rasiz. Voy, mana shu mashina menikimi? Top-toza bo'lib, idealni hozir bo'lib qolibdi-ku, xotin. Ko'rdingizmi, mashinangizga ozgina rasxod qildingiz, zo'r bo'ldi. Men ham xotiningizman, menga ham ozgina pul qizg'anmasdan rasxod qilsangiz, men ham chiroyli shirin bo'laman. Endi buni yili yengidi. Qancha pul sarflasang ham ish ko'rinib boradi, chiroyli bo'l. Nima demoqchisiz? Mana qo'shnimizmi, Jigulisi. Qancha pul sarflaydi, qancha remont qiladi, hech bir o'zgarish yo'q. Chunki yili eskidi. Senga o'xshab. Ha, shu erkaklar nima qilib bo'lsa ham ayoliga 1 so'm sarflamasa-da. Xotin, Sparkga oxirgi arendasini to'lab kelolmay, bo'ldi, qutuldik. Voy, rostdan adasi, biz ham odamlarga o'xshab yashaymizmi? Odamlarga o'xshab bo'ychiymizmi? To'g'ri, shoshma. Bitta yaxshi Cobalt ko'rib kelyapman.
shu Spark'ni boshiga shapka qilib bermoqchiman-da, Cobalt 3 yil arendaga bosib olmoqchiman. Otasi, bu nima deganingiz? Biz 3 yil yashamadik. Pul so'rasam to'xtab tur, mashinamni yopib oling. Pul so'rasam to'xtab tur, mashinamni yopib oling. Bu nima deganingiz? Ustimdagini ko'ryapsizmi? Onam sepimdan qilib bergan. Dachi buni tuymasi ham yo'q. Xotinga ham jabr qilib qo'ydim. Buni ko'nglini olaman endi. Ujinga bugun yana tarvuz bilan non yerkan. Sen tur olinglar aka. Anchadan beri senga e'tibor qilmayotgan ekanman. Mana sen kutgan sovg'a. Adasi, Tugma. Mana sen kutgan o'sha kiyimingni mos qilib oldim. Bozordan topish o'zi bo'lgan-ku. Adasi, undan ko'ra yangi nimchami, yangi ko'ynakni olib bersangiz bo'ladi-yu. Senga endi bir 3 yillik ko'yni olib beramayman. Nega? Arendaga Cobalt bosib yubordim. Shogird, isqit ishlarimiz boshlandi, qarabdi. Internetda qo'ygan stalakon shu. O'zimiz ham 50 mingga olgan. Sizlarga naqd 40 mingga berib yuboramiz. Menga qarang, siz ham zarar qilmaydi. 40 ming emas, 50 ming beraman, faqat bir oy kutasiz. 40 ming naqd berib qo'yavering. Ey, yana bir gapi bor. Bitta tuxum olgandan ko'ra bir oy kutib, bir reshotka tuxum olgani yaxshi, ishga. Roziman. Ey yashang. Tez stanok internetga 40 mingga qo'yar, berib yuboramiz. Ustozim, isqit ishlarimiz boshlandi. Voy, mana stanokni ham 40 mingga sotib yubordik. Ustoz, bu rejamizning nomi nima? Beshik tebratar uslubi deyshadi. Bu yerda nima qilamiz unda? Mana shu yerdan bir xonali uyni 30 ming ko'rib qo'yamiz. Hozir kirib sotib olamiz. Ustoz, shu uxlaganingizda isqit tishli ko'rasizmi deyman-da. Uyimgacha kelib oldingizmi? Stanokni pulini qachon berasiz? 1 oyga deb olgandingiz. 2 oy bo'ldi-ku. Ishlar o'xshamadi. Unaqa uyimga kelavermay, pul bo'lib qolsa, o'zim telefon qilaman, tushundingizmi? To'xtang. 3 oydan beri allayursiz, pulni bermay. Qachon berasiz qarzingizni? Sanogingizdan men ham zarar ko'rdim. Bu pezvardingiz. Mashinaga o'tiring, domim bor. Qarzoniga berib olaman. Bu domingiz atik bir xona ekan. Tursa 30 ming turadi. Menga 50 ming qarzsiz-ku. Men ham 50 mingga olib qo'yganman buni. Naqd pulim yo'q. Konse shu. Menga 50 ming naqd berib qo'ya qoling. Rimliklarda bir gapi bor. Bir reshotka tuxumga uxlagandan ko'ra, bir donasini bo'lsa ham saqlab qol deyishgan. Pulga uxlagandan ko'ra roziman. Ey yashang. Shogird, kim 3 oyda 10 ming dollar ishlab topadi? Biz ham topamiz. Ustoz, bizni zo'ru nabodo yozib olganda nima qilardik? Yozib olmaydi. Chunki biz undan pul olganimiz yo'q. Tushunmasanmi? Stanok oldik. Biz ham unga pul qaytarmadik. Uyimizni berib yubordik. Xullas, tovarga tovar almashdik. O'ta pul aralashmagan, hech narsa qila olmaydi. Aytdim-ku, bu usulning nomi beshik tebratar uslubi deyiladi. O'zimni isqit ustozim, sizni eting nima qiling? Sirojni internetni qara. Sotilayotgan stanoklar bormikan? Piyozni to'rab qo'ydim, hozir tiqib yuboramiz. Mana qaralar, mana shu shashin yeb bo'lsa uyga ketamiz, a? Kurugiylarda aniq shunaqa bola bor. Dajani 2 kun olganmiz, hali 1 kun bor-ku. Ravuchi ketaman deyversan, ha? Bolalar dachchaga 1 kun kam, 2 kun ko'p, a? Kataman uch bo'lgandan keyin uyga ketamiz, a? Bundan keyin sharsaraga chiqamiz. Voy, shashin nima bor? Uyga bora qolaylik. Sen bilan o'tbetga bor bo'lmaydi. Porshing bilan ketaylik.